Bloomberg: Uitkov Ukraina bo'yicha tinchlik rejasi masalasida Ushakovga maslahatlar bergan. Stiv Uitkov oktyabr oyida Yuriy Ushakovga Putinning Tramp bilan qanday gaplashishi haqida maslahatlar bergan. Shuningdek, bu suhbat Zelenskiyning Oq uyga tashrifidan oldin bo'lishini tavsiya etgani Bloomberg e'lon qilgan rasshifrovkadan ma'lum bo'ldi. AQSh prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkov Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov bilan telefon orqali suhbatda unga AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha tinchlik rejasini Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga qanday taqdim etish mumkinligi haqida maslahatlar bergan. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vashingtonga kelib ulgurmasdan oldin Oq uyga qo'ng'iroq qilishni tavsiya etgan. Bu haqda seshanba 25 noyabr kuni Bloomberg xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, 5 daqiqalik telefon suhbati 14 oktyabr kuni bo'lib o'tgan bo'lib, uning rasshifrovkadan e'lon qilingan. Suhbat davomida Rossiya va AQSh prezidentlari uchun telefon orqali gaplashib olish foydali bo'lar edi degan Ushakov fikriga qo'shilgan Uitkov unga Putin Tramp bilan suhbatni qanday olib borish mumkinligi yuzasidan tavsiyalar beradi. U AQSh prezidentiga Rossiya tomoni uni G'azo sektoridagi yutuqlari bilan tabriklashini, Trampni tinchlik odami deb bilishini va Rossiya Ukraina bilan tinchlik shartnomasi tuzilsa xursand bo'lishini yetkazishni taklif qilgan. Rasshifrovkaga ko'ra, suhbat oxirida Uitkov Ushakovga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 17 oktyabr kuni Oq uyda qabul qilinishi haqida ma'lum qiladi va ushbu uchrashuvdan oldin Putin va Tramp o'rtasida telefon suhbatini tashkil etishi taklif qiladi. Ushakov esa Uitkovning maslahatlarini tushunganini va ularni Putin bilan muhokama qilishni rejalashtirayotganini, shundan so'ng u bilan yana bog'lanishini aytadi. Bloomberg eslatishicha, Uitkov va Ushakov suhbatidan 2 kun o'tgach, 16 oktyabr kuni Putin va Tramp chindan ham Rossiya tomoni tashabbusi bilan telefon orqali gaplashgan. Keyinchalik Tramp 2,5 soat davom etgan ushbu suhbatni juda samarali deb atagan va Putin bilan Budapeshtda uchrashish rejalari borligini ma'lum qilgan. Biroq bu sammit oxir-oqibat o'tkazilmay qolgan. Suhbat chog'ida Stiv Uitkov G'azo sektorida qilinganidek 20 banddan iborat tinchlik rejasini ishlab chiqish imkoniyati haqida ham so'z ochgan. U shuningdek Vladimir Putinga nisbatan eng chuqur hurmatda ekanini va tinchlik bitimi tuzish qanchaga tushishini tushunib turganini ta'kidlaydi. Donetsk va ehtimol qayerdadir hududlar almashinuvi. Lekin bunday tarzda gapirish o'rniga keling ko'proq umid bilan gaplashaylik, chunki o'ylashimcha biz bitim tuzishga erishamiz va menimcha Yuriy prezident menga bitim tuzish uchun kattaroq erkinlik va ixtiyor beradi, deydi Uitkov. 21 noyabr kuni Trampning 28 banddan iborat tinchlik rejasi taqdim etilgan edi, ammo keyinchalik uning dastlabki variantiga Ukraina manfaatlarini ko'proq inobatga oladigan o'zgartirishlar kiritildi. 25 noyabr kuni Donald Tramp Trust Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida o'zining maxsus vakili Uitkov Moskvada Vladimir Putin bilan ushbu rejadagi ixtilof keltirib chiqarayotgan bandlarni muhokama qilishi haqida ma'lum qildi. Shu bilan bir vaqtda postda ta'kidlanishicha, Tramp Ukraina bo'yicha muzokarachi etib tayinlangan. AQSh qo'shinlari vaziri Daniel Driskol ham shu mavzu yuzasidan Kiyevda Ukraina tomoni bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Bloomberg xabariga izoh berar ekan, Oq uyning kommunikatsiyalar bo'yicha direktori Steven Chun bu xabar Uitkov deyarli har kuni Rossiya va Ukraina vakillari bilan tinchlikka erishish uchun gaplashib turishini, bu esa prezident Tramp uni aynan shu maqsadda tayinlaganini isbotlashi qayd etildi. O'z navbatida Rossiya prezidenti maslahatchisi Kirill Dmitriyev muhokama qilinayotgan tinchlik rejasiga qaratilgan tanqidlarga munosabat bildirib, 25 noyabr kuni X ijtimoiy tarmog'ida mikroblogiga quyidagilarni yozdi. Urushdan manfaat ko'radiganlar tinchlik rejasiga hujum qilish va tinchlik tarafdorlarini obro'sizlantirish uchun ulkan mablag' sarflayapti, chunki urush foyda keltiradi.